Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Aster. Bugungi videoda biz Minecraftdagi Witch haqida gaplashamiz. Witch bu Minecraftdagi o'zmoblardan hisoblanib, uni Gargamel va yalmog'izga o'xshatish mumkin. O'zi men yalmog'izman-ku. Hammamiz bilganimizdek, Witch ham avvalo jetel bo'lgan va jetelni chaqmoq urish natijasida Witch paydo bo'ladi. Siz Witchni asosan botqoqli biyomlarda uchratishingiz mumkin. Qishloqlarda esa tunda spawn bo'ladi. Witchning ham jetellar kabi botqoqning o'rtasida o'z kulbasi bor va uning kulbasida asosan crafting table va damlama tayyorlovchi qozonlar bo'ladi. Witch o'zi bilan har doim potion, ya'ni jon to'ldiruvchi damlama va jon ketkizuvchi damlama olib yuradi. Aytgancha yana bir fakt, Witchning oldida har doim uning ko'z qulog'i, yordamchisi-yu qora mushugi bo'ladi, xuddi Gargamelning bezbetidek. Va yana bir narsaga e'tibor bersangiz, Witchning oldida har doim qora mushuk spawn bo'ladi va uni o'zingiz spawn qilsangiz ham baribir qora mushuk bo'lib qolaveradi. Witchning qishloqilardan farqi shuki, uning burnida kattagina xoli bor. Bu epizod albatta hazil edi. Endi hazillarni yig'ishtirib turadigan bo'lsak, Witch va jetellarning ham anchagina farqi bor. To'g'ri, ba'zi bir xususiyatlar o'xshashi mumkin, lekin ko'p qismlari o'xshamaydi. Masalan, ularning ust-bosh kiyimi, Witchning ust-bosh kiyimi jetellargidan anchagina farqliroq va uning ko'rinishi ham. Witchning xususiyat va jihatlari jetellarnikidan tubdan farq qiladi. Masalan, jetellarni olib qarasak, jetellar faqatgina yaxshi kuchlarga ega, ya'ni faqatgina siz bilan savdo qila oladi va o'zining kasbi bo'yicha ish ko'radi. Witch esa bundan mustasno. U yovuz kuchga ega bo'lib, faqatgina damlamalar tayyorlaydi. Yana u playerlarga jon ketkizuvchi damlamasi bilan hujum qiladi. Agar siz unga zarba bersangiz, u potionni o'ziga ishlatadi. Ba'zi epizodlarda Witchlar rayderlar, ya'ni plejerlarga xizmat qilishi ham ko'rsatilgan. Obunachilar, shu fursatdan foydalanib sizlarga bir kanal tavsiya bermoqchiman. Ronaldo Bek bu futbolga qiziquvchilar uchun futbol yo'nalishidagi kontent oladigan kanaldir. Iltimos, bu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentlarga esa Asterdan salom deb yozib qo'ying. Shu bilan Witch haqidagi ma'lumotlarimiz tugadi. Agar sizlar bilsangiz, buni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi video nima bo'lishi haqida sizlar hal qilasizlar. Kimning kommenti ko'p like yig'sa, ana shu haqida video olaman. Iltimos, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Aster bo'ldi.